Mijozlar tomonidan bank xodimlariga nisbatan e'tirozlar juda ham ko'payib ketyapti. Chunki o'sha kredit vaqtida to'lamagandan keyin ushbu bank xodimlari bank to'g'risidagi qonunni buzib, qarzdorni bankdan qarzi borligi haqidagi ma'lumotni juda ko'p uchinchi shaxslarga fosh qilib yuborilyapti. Masalan, mahalla komitetiga, uning qo'shnilarga, ish joyiga, tunlarda bezovta qilish, o'ta qo'pol muomala, qo'rqitish, o'qib yuboraman, o'qib yuboraman, to'lamasang degan bosimlar, ruhiy bosimlar juda ko'payib ketyapti. Juda ko'p murojaatchilarda e'tirozlari faqat shu bank xodimlarining ustidan bo'lyapti. Endi aynan bu bank xodimlari tomonidan bank siri to'g'risidagi qonunni buzish bo'yicha ma'muriy va jinoiy javobgarlik ko'rsatib qo'yilgan. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda, jinoyat kodeksi va bank to'g'risidagi qonunda. Lekin aynan qaysi huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan ko'rib chiqilishi va ularga nisbatan chora ko'rish bo'yicha hali amaliyotda bu narsa bo'lgan bo'lsa ham kamdan kam bo'lgan bo'lishi mumkin. Amaliyotda juda kam uchragan bu holat. Aynan shu bo'yicha kelgusi nimalarimizni, videolarimizda biz qaysi organ tomonidan ko'rib chiqilishi haqida qo'shimcha ma'lumot beramiz. Agar sizga huquqiy maslahat va amaliy yordam kerak bo'lsa, bizni kuzatib boring va opisaniyadagi Telegram kanaliga obuna bo'lib, bizga murojaat qiling.